Bunlar yaxshi bo'ldi. Yaxshi bo'ldi. Allohim shifo bersin. Alloh shifo bersin. Mana jigarlar ko'ryapsizlar holatni, haqiqatdan ham ezilib ketgan bu oila. Bo'ldi, yig'lamang, hammasi yaxshi bo'ladi. Hammasi yaxshi bo'ladi. Xijolat bo'lmang aka. Odamlar hamma narsa deyaveradi. Bu keyingi gaplarga e'tibor bermang. Hali hammasi yaxshi bo'ladi. Bo'ldi, xudo xohlasa hammasi yaxshi bo'ladi. Bo'ldi, aka, bo'ldi. TSP ilovasi orqali Rossiyadan turib O'zbekistonning istalgan Uzcard, Humo va Visa kartalariga eng yaxshi kurslarda pul o'tkazmalarini amalga oshirishingiz va bundan tashqari svet, gaz, suv kabi kommunal to'lovlar hamda 50 dan oshiq turdagi to'lovlarni onlayn amalga oshirish mumkin. TSP ilovasi orqali nafaqat pul o'tkazmalari va to'lovlar, balki avia chiptalarni ham arzon narxlarda sotib olishingiz mumkin. TSP yaqinlarni birgalikda quvontiramiz. Suynak assalomu alaykum. Akajon, yaxshimisiz? Sog'lig'ingiz yaxshimi? Sog'lig'ingiz yaxshimi? Tan joningiz bormi? Rahmat, o'zingizga yaxshi yetib keldingizmi akajonlar? Allohga shukr. Nima gap Suynak aka, nima bo'lyapti yana? Akajon, shu turmush o'rtog'im 2018-yilda bemor. Yura olmaydi, gapira olmaydi. O'zim mazzam yo'q, ikkimi o'zim xudo bir qaytib o'limdan bir qolmay, mazzam yo'q deyman. Ayolimni o'zim qarayman. 2018-yilda o'zim qarayman. Bilamiz. Turolmaydi, yurolmaydi, gapira olmaydi. Ertadan kechgacha meni pampers kiygizaman. Bir joyga chiqolmayman aka. Halim sizda bor ekan aka, rahmat sizlarga. Shu akalarga rahmat. Alloh rozi bo'lsin sizlardan. Baraka topingizlar aka. O'zim qo'limdan kelganini qo'yibman akajon. Shu Allohdan so'rayapman. Alloh dardini berdi, shifosini ham Alloh bersin aka. Ko'pchilik endi Suynakka so'radi, mana xalqimiz ko'pchilik yozadi. Suynakka nima bo'ldi? Juda ham shu odamga qiyin. Bilaman, biz ham qo'limizdan kelgancha mana nechta bemorlarga qo'limizdan kelgancha harakat qilyapmiz. Shu akalarimizga rahmat. Avvalambor assalomu alaykum hurmatli Shov TV kanalining kuzatuvchilari, sizlar bilan men Jamshid Ismatov, aka-ukalar, opa-singillar. Suynakani ko'pchilik taniydi. 2018-yildan beri juda ham qiyin ahvolda, juda ham qiyin vaziyatda yashab kelmoqda. Biz hozir Samarqand viloyati Narpay tumani qayerda bu mahallaning nomi? Shaharcha Salovat mahallasi. Salovat mahallasi. Narpay tumani Mirbozor shaharchasi Salovat mahallasiga yetib keldik. Suynaka, hozir bir ichkariga kiraylik, yangani ahvolni ko'raylik. Bismillahirrohmanirrohim. Suynaka, ahvoli qanday yangani ahvoli? Aka yaxshi emas hozir. Ichkariga kirsangiz ko'rasiz aka, ahvoli uncha yaxshi emas aka. Og'ir, umuman kecha kunduz mazasi yo'q deyman. Ichkariga kirsangiz ko'rasiz aka, ichkariga ko'ring akajon. Ana shunday akajon. Oyoqlar shishi bo'lyapti akajon. Qo'l oyoq shishi bo'lyapti deyman. Ayolim shu ahvol aka, shuni nima qilishni bilmayman akajon. Xudo xohlasa qo'ldan kelgancha qarashamiz aka. Bilaman sizda hozirgi aka, hech kimda ayoli kasal bo'lmasa aka. Shu ayoli kasal, shag'igim shukr deb yashayapman aka. Nafas olib turgan yurak doktor, shag'igim Allohga shukr deyman. Nolimayman akajon. Shu ayolimga shu dardini beryapti, Alloh shifosini Alloh berar aka. Suynaki 2018-yildan beri mana shu 2 marta insult bo'lgandan beri yarim tana ishlamay yotibdi. Shundan beri o'zingiz qarab kelasiz. Qaraydi aka, o'zim boshqa qarayotgan odam bo'lmasa, voyaga yetmay 5-sinfda o'qiyotgan o'g'lim bor. O'zim boshqa hech kim qaramasa, o'zim qarayman. Allohning bir sinov ekan, nima qilay, bu dardni bergan ekan, Alloh shifosini ham beradi. Boshqa kim qaray aka, o'zim qaramasa, bir joyda ishlanmasam, chiqolmasam, yo tura olmasa, ovqat yey olmasa, gapira olmasam, pampersigacha almashdim aka. 24 soat shu yonidan parvonaman. Kecha kunduz uyda supuraman, ovqatini qilaman, o'g'limni maktabga jo'nataman. Akajon, shu Allohning bir sinov ekan deyman. Shu ayolimga Allohim shifo berib yurib ketsin deyman. Alloh dardini berdi, dard berar ekan, shifosini Alloh bersin akajon. Nima qilay akajon, o'zim yuraklarim tamom bo'lgan aka, belda girjan foyda bo'lgan aka. Ko'tarib yiqib olaman, ko'tarib bu nola qilib yig'laydi. Inson uxlamasa odam
xayolan olib ketadi. Uxlamasangiz mana deb qolasiz. Qo'ygan narsalar esimdan chiqib ketadi. Kecha ovqat qilgan aka qozonlarim qolib ketgan, ovqat esimdan chiqib ketgan. Buni mazasi bo'lgan, keyin esimga keldi deyman. Bu ayolim Allohdan shifo tilab yo'qman. Allohim Parvardigorim yaratgan. Allohim shu ayolim ham shu ish qilmasa ham shu gapirib yurib ketsa bo'ldi deyman. Allohdan so'rayman faqat yaratgan Parvar. Shagimni olmayman akajon. Xudoga shukr deyman. Shu yaratuvdan biz Alloh shu ayolim yaxshi ketsa bo'ldi akajon. Bu dunyoda hech kim kasal bo'lmasin, yaratgan Allohdan so'rayman. Hech kim ayol erkak ham kasal bo'lmasin, yaratgan Allohim hammani asrasin, yaratgan Parvardigordan so'rayman. Boshidan o'zimdan necha yilda men 18-yildan boshidan o'zim o'tgan o'zim bilaman. Xudo xohlasa Suyun aka, bilaman sizni holatingizni. Hozir ham odam kasal qaragan odam o'zi biladi-da. Aka-ukalar, bitta narsani aytmoqchiman. Hozir Suyun aka keling-da. Hozir mana bu ayolini oldida ko'p gapni aytish mumkin emas. O'sha uchun aka-ukalar to'g'ri tushunasizlar. Bu insonni mana shunaqa avtohalokatda bo'lgan voqeani o'z ko'zlari bilan ko'rgandan keyin 2 marotaba yurak insultiga uchrab, juda qiyin holatda qolib ketgan, yarim tana ishlamaydi. Endi mana bu turmush o'rtog'i shunaqa qiyin vaziyatda qarab kelyapti. Bu insonga ham oson emas, erkak kishiga oson emas. O'sha uchun aka-ukalar, mana shu videoni bir donadan like bosib, ko'proq insonga tarqatib, qo'llaringizdan kelgancha yordam beringizlar. Mana shu ekranda o'zlarini nomiga ochilgan, o'sha ayolim nomiga ochilgan karta raqamlar, qo'ldan kelgancha bitta yordam beringizlar. Bir kun, 2 kunda rezultat zo'r bo'lib ketadi, ishonaman aka-ukalar. Albatta videoni tarqatib qo'yingizlar. Sog' bo'lingizlar, omon bo'lingizlar.